Mana bugun 2025-yil 27-mart. Mana shunaqa qilib mana qilib ko'chat ekar ekan meni mana. O'rmonlari bor ekan mana. O'rmonlarini kesibdi, yig'ishtiribdi. Kesib, yig'ishtirib joy ochyapti ekan. 500 gektar yeri bor ekan. Umumiy yeri 500 gektar yer ekan. Shu yoqlarda ham yeri bor. Mana qilib mana qilib katta qilib, yashik qilib, ko'm qilib ekib qo'ygan onaga. G'alati noyob daraxtlar ekan. Mana qilib so'rtak qilib ekib qo'yibdi mana. So'rtak qilib ekkan mana. Haydi mana. Qo'qongiloz ham bor ekan mana, chereshni. Qo'qongilozlarni ham o'rab mana qilib ekib qo'yibman. Qo'qongilozlar ham bor ekan menda. Nari qatorda ham bor ekan qo'qongiloz. Nima ekan? Bereza pavislaya. Oqqayin ekan. Mana qilib ekib chiqar ekan mana qilib mana. O'rilar ham bor ekan mana. Bu qatorda mana o'rik ham bor ekan mana. O'rik. Mana o'riklar. Mana o'riklar bor ekan mana. O'rik. Abrikos krasnosheki ekan. Krasnosheki degan o'rik ekan. Qizil o'rik ekan. Mana qatorda mana marjivinlik bor ekan, tuya bor ekan mana. Nima ekan? Ananasni abrikos ekan. Kuparis bor ekan, marjivinlik bor ekan. Tuya bor mana, marjivinlik yana. Mana qilib mana tok qilib ekar ekan nima? Shunaqa qilib ekib chiqar ekan mana. Faqat garshokka qo'yib ekar ekan. Garshok ko'proq 90-95% garshok ekan. Mana. Mana nima ekan? Tuya ekan. Zapadnaya tuya degan archa ekan. Bu ham tuya degan archani pakanasi ekan. Archalar ekan mana. Beryoza. Marjivinlik. Mana qilib ekar ekan mana. Ko'm qilib. Bugun mast tomonda ishlayapmiz. Har kun har yerga qo'yapti. Har xil ishlarga qo'yar ekanda. Yana mana. Shunaqa ekan mana. Mana shunaqa ishlar ekan. Shunaqa qilib garshokka, kana qilib oq qop deb konteyner qoplarga qo'nqib turib, o'rab turib ana qilib sotar ekanda, qishi bilan sovuq urmay turar ekanda mana.
Shunaqa ekan-da. Shunaqa ishlar. Bo'pti-da, Avazbeydan esdalik. 27-mart 2025-yil 25-mart Avazbeydan Kaluga